Temperatura hammasi yaxshi. Shu rekomendatsiyalarni соблюдать qilyapmiz, надеюсь. Qilyapman, antibiotik 2 mahal ichyapman. Молодец. Svecha kecha yaxshi qo'ydi bunaqa qilmagan. Mana shuncha ozgina achib qo'ygan. Shuning uchun qo'rqoqlik bo'lishi mumkin. Ничего страшного. Hozir yechinasiz и UZIda ko'raman. Ой, UZIda deyman. Kresloda ko'raman. Bir o'zim ham sekin обработка qilib qo'yaman. Ладно? Shu bemalol u yerda yechintiring bilan. Zo'r. Всё. Menga bir haftadan keyin kelasiz, yana bir marta ko'rsatib ketasiz. Iltimos, yurmang ko'p, пожалуйста. Nechta так chiroyli natija olishimiz kerak. Bu sizni reabilitatsiyangizga bog'liq narsa. Всё хорошо? Kino. Ana ovqat hazm qilishga qiynalib qolamanmi deb aytib Krion. Krion. Hamma ovqatdan krion ichaman. Молодец. Только meni bir hafta o'zingiz ehtiyot qilib turing, keyin xohlaganingizni qiling. Nima shu hafta o'zingiz yana ehtiyot qilib turing, xohlaganingizni qiling keyin haftada. Xo'j, 10 ming qadam yursangiz ham menga farqi yo'q. Mana shu hafta yana o'zingiz ehtiyot qilib tursangiz bo'ldi.